hosillar, keyingi hosilchalar. Mana ichi to'limi hali hosil shush turibdi, hali terilib birinchi o'rinlar hosil hammasi ular. Ichida hali hosil ko'p. Hali terilib shuncha bu hali. Juda zo'r, qattiq yozga. Tamlari ham zo'r. Bittaga haydor keyin keladi. Endi hozir bahorda juda zo'r tam bera olmasa mumkin. Lekin hozir sharoitda yomon emas. Keyinchalik yana lekin buni qomizib qo'yganlar adashadi, salomni pishirib yozish kerak. Salom itiltirib mevasini.